Agar kishi tijorat bilan mashg'ul bo'lsa, bu dunyoda farovon yashaydi. Agar ibodat bilan shug'ullansa, u dunyoda oxirat obod bo'ladi. Agar ilm bilan shug'ullansa, u ikki dunyo saodatiga erishadi. Abdurauf Fitrat. Abdurauf Fitrat adabiyotimiz tarixida shoir va olim, nosir va dramaturg, o'qituvchi va ma'rifatparvar sifatida muhim o'rin egallaydi. U 1886-yilda Buxoroda ziyoli oilasida tug'ilgan bo'lib, Buxoro Istanbul madrasalari va Dorulfunlarda o'qiydi. U arab, fors, turk tillarini mukammal bilganligi tufayli Sharqning buyuk allomalari ijodini yaxshi o'zlashtiradi. Adibning otasi savdogarchilik bilan shug'ullangan bo'lib, 1918-yilgacha Qashqarda turib qoladi. U asosan onasi Musaffo bibijon tarbiyasida bo'lib, unda Navoiy, Uvaysi, Zebiniso, Berdil, Fuzuli bilan ulkan shoirlar g'azallarini birinchi bo'lib tinglagan. Abdurauf Fitrat 1909-yilda Turkiyaga o'qishga borib, 1913-yilgacha Istanbul Dorulfunida tahsil topgan. Turkiyada tashkil bo'lgan Buxoro ta'limi muarrifi uyushmasida faollik ko'rsatgan. Behbudiy asos solgan Jadid ulusidagi maktablar takomiliga xizmat etgan. Uning ilk to'plami 1911-yilda Sayha chorlov nomi bilan chop etiladi. Suya, Sayohi, Hindi munazara kabi asoslari ham shu yillarda nashr etilgan. O'zbek tili darsligi, o'zbek tili sarfi, grammatikasi kitoblari esa 1925-1930-yillarda 5 marta chop etiladi.